Shopa Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itargandan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi, Telegramdan yumaloq video tashlab, Shomurod deb. Ha, bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urving-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'yadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtliq aytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Egan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin. Seryozni bo'lmasin unaqa. Aka, sal kulib jo'natsan, uncha seriozmisan? Bo'pti, xo'p. Nima baqvon? Qayringdan yuvding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qarorchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilingni. Munisa Rizayevani mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotki qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka, sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 yoshning boriga baraka. O'lim nima deb jotdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona, sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevani mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yoki tishday keldilar-da, mashinamni itarib boring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da. Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, yuvdingmi? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy-ku. Intervyu beryapman men. O, mashinasini itaribsan, Yo'q, yuvib tur. Keyingi savol. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara, bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Gronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. Ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3 da ham telefon qiladim, dam oling. Qaysi ko'rdan shunga itartirdim mashinani bilmayman. Damini beryapti-ku. Kulmay nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men. Bu tushunmading? Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam? Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bitta qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmisiz? Qaytib itarganim bo'lsin mashinangni. Argentina tuqib o'tguncha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Ering itarsin. Hey, aka.